Assalamu alaikum. Tanapsma kütüp kaldı. Hem de Kurbankam bu ketim şu koş tayarlıktan yaptı. 7. kısmını tüketemdik. 8. kısım bağ şeydi. Şuna Kurbankam ne? Şöyle merhamet. Hem de bugün sözleydiğin temimiz 2 degan abayan birisi miladi 840 yıldan burun tarıma asıl Uygur yokluk degan mesele biz yaşadık, battı. Ütken tağlarında yerde devlet kurgan bu stratejik burun. Şu vaqtda şehri şunda qilish tegishli bo'lgan. Keyin o stratejik o'rnini yo'qotgandan keyin yana Uyg'urlar o'zining yurtiga qaytib keldi. Hammasi qaytib keldi, boshqa Turkiya xalqlari. Endi bu birisi tugidi. Endi biz suhbatimizning 8. qismini boshlaylik. Bu 8. qismi Osman imperiyasi. Osmaniye. Uyghur tarixidagi qaysi davrlarga to'g'ri keladi. Shu davrlarda bo'lib o'tgan voqealarning o'zaro munosabati bormi degan savol. Bu chin savol. Meningmi buningga qanchalik chamim yetsa shunchalik tushundiray buni. Xo'sh, Osman imperiyasi 1280 yıllarda Anatolia'da, yani Oğuzlarının Selçuk kabilelerinin kışlaklarında. Bu Anatolia şu Selçuk Türklerinin kışlakları. Meşrede baş götürüp Şarkı Avrupa, Garbi Cenubi Asya, Şimali Afrika, Atlantik Okyanusu kengayip 1222 yılgacha cemi 642 yıl mevcut durgan bir imperiya. Dünyada bunda uzun mevcut durgan imperiya yok. Yani bula şu Anatolia'dan kengayip Osman imperiyasını Konya'da kurgandan tatip kengayishga başlagan g'albilik kengaydi. Kengayib ish qilib Yevropani bo'ysundurdi, Arab zeminlarini bo'ysundurdi. Mushundaq bir cho'ng doirani bo'ysundurgan bir cho'ng imperiya. Bu qandoq taraqqiy qildi? Bu yerda biz dikkat kıldıgan bir nokta var. Osman imperiyası kengayganligi joydan hünərvən uskarlarni, pentexnik adamlarni, texniklarni hammasini Türk zeminiga akilib, şu yerda o'zining iqtisodini, o'zining hunar texnikasini taraqqiy qildirgan. Mana bu Osman imperiyasının kengayish ve yengilmez o'rinda turishining bir ochqichi. Şu anda miladi 1200 yıllardan tatip yıllarda hem de bu devirler hem de o'rta asrda deyilgan devir. Bu şu devirde nayet muhim bir temsiller var. Bu tarixni şunda yaxshi tushundiradigan temsiller. Mesela Hindi şeker, Farsi ilim, Türkiye hüner. Hindi'den imba şeker var. Şeker çıkıyor. Farsi ilim, bu Paris'ta, İran, bu Farsila'da ilmi münazır var. Din kanda peyda oldu, onu kanda ıslah kılış gerek, bunu kanda kılış gerek. Bu ilmi münazıra intayin köp. Bu aşında ilmi münazıra nahit köp boğan. Hem de muşu devirde
Türkiye'lerdeki o hüner. O hem hüner, dünyada bu hünerinin hemisi al bilen Tarım Vadisi başlanılan bu Türkiye'ler taraf oldu. Türkiye hüner, şu devir. Endi biz Osmanlı, Osman İmperiyası 13. asırdan 17. asırgacha bo'lgan davr Osman İmperiyasının Avrupaga kengayish davri. Yani biz tuvandagi faktlarga qarab boqaylik. Miladi 1386 yili Bulgariyani ishg'ol qildi. 1423 yili O'rta dengiz rayonini ishg'ol qildi. Buningda jiq yurtlar bor. 1453 yili Vizantiyani, yani Yunanni ishg'ol qilib, uning Konstantinopol degan mashhur shahrini poytaxt qildi. Konstantinopol hozirgi Istanbul. Bir 1520 yili Belgradni ishg'ol qildi. 1529 yili Vinani ishg'ol qildi. Avstriyani. Shuning bilan bu yerda bu davlatning ismini shu vaqtda ba'zilar Avstriya Hun imperiyasi degan nom bilan mi atagan? Bir 1526 yili Budapestni ishg'ol qilgan. 1533 yili Aljeriya, Tunislarni ishg'ol qilgan. Demak, Arab. Hozir İstanbul'daki Türkiye'nin şuna çoğun muzeyi var. Şu muzeyi qarasanglar, nimenin Mekke'deki Kabe'nin işki İstanbul'da. Kabe hazır şu nimede, Mekke'de. Onun işki İstanbul'da. Mehmet İslam'ın saklığı İstanbul'da. Bu Araplar şu esar etiqlerini bizge setip birinler. Nemi desem şunu birerse hiç nemi demeymeyiz. Şu meşer turdu. Kilip meşer köy meşer kile. Kürüp geldi. Meşer turdu. Demek şu Arap zeminini mi şu vakta işgal kılgan. Hem de yığıp eysak şu 13. asırdan 17. asırgacha bo'lgan mushu bir mezgil mushu vaqt ichida Osman imperiyasi, Osmanlılar Balkandan Mesopotamiyaga, Iroqdagi Ishki daryo vodisi, Tigir, Furat daryo vodilariga qisilib bo'lgan joyni hammasi ishg'ol qilib bo'lgan. Shaylar kengaygan, shaylarga hukmronlik qilgan. Endi biz buni Uyg'urlar mushu vaqtda demiş qilgan. O'sha Osman imperiyasi mavjud bo'lib turgan 600 yildan ortiq vaqt ichida Osmanlılar kuch topgan vaqtda Turkistonni kuch topgan. Bu Turkiston deganimiz Tarım Vadisi. Osmanlılar umutsizlik uçurgan mezgillerde Türkistan ya Rusiyanın ya Manjur'un tecavüzü uçurgan. Bu böyle biz Pakistana qarab baksak muşunda bu çıkıdı. Yani biz böyle bu neslerini enik görüş için biz bu Uygurlar nemiş qilgan? 13. asırdan keyin Osmanlı 1222 yılı Mustafa Kemal Yosh Türkler hareketi orqali
Şu bir demokratik devlet kurup imperiyani yo'qotganga kadar Uyg'urlar nima ish qilgan? Buni bir eslab o'taylik. Yani Uyg'urlar şu devirde yani Uyg'urlar deganimiz Turpandagi Ediqut Uyg'urlari. Aldı bilen şu Ediqut Uyg'urlari şu 1210 yılı Ediqut Uyg'ur xalqining xoni bor chiqardi ekan. O'zi Mo'ng'ul yaylig'iga borgan, Xulumber yaylig'iga borgan, Kurulun daryosi bo'yida Chingizxon bilan ko'rishib, suhbat o'tkazgan. Shu vaqtda bu ikkalan bir ittifoq tuzgan. Ular hamkorlashib bir birlashma armiya qurishni qaror qilgan. Hatta urug' tuqqan bo'lishgan. Chingizxon shu vaqtda shu yillarda bir yasak e'lon qilgan, jakarlagan. Yasak degan asos qonun. Yasak deydi ular. Uyg'ur tilida yasak deydi. Bu asos qonun degan gap. Chingizxon qonuni degan shu. Chingizxon shu vaqtda o'zining Chingizxon qonunini e'lon qilgan. Bu qonun 60 moddalik qonun. Bu qonunning 5-moddasida Mo'ng'ullar bola chig'idan tortib Uyg'ur til yozig'ini o'rganadi. Uyg'urlar bilan mangu urug' tuqqan bo'lib o'tadi, do'st bo'lib o'tadi, hamkorlashib o'tadi degan qonun bor. Shu qonun bo'yicha Mo'ng'ul Uyg'ur birlashma armiya qurdi. Kimga qarshi turdi? Chingizxonning dushmani Nayman. Nayman xonligi. Uyg'ur xonligining dushmani Qoriqtaylar. Endi biz bu yerda Qoriqtay degan kim? Nayman xonligi degan kim? Buni yetsak bu masala hal bo'ladi. Bu Qoriqtay deganlarimiz eng burun Xitoy. Buni Ruslar Xitoy deb ataganligi uchun bizga bu Xitoy bo'lib singan bu so'z. Hem bu Xitoylar eng burun Mo'ng'ullarning bir qabilasi. Bu qanday qabila? Bular Mo'ng'ulning Chingizxonning gapini anglamay, saplash janub taraf ketib, Xitoylar bilan aralashib, butunlay Xitoylashgan Mo'ng'ullar. Bular Xitoylarning xitini, hamma nimasini, shu 36 yilisini shundoq yaxshi o'rgangan. Shuning bilan bu Xitoylar nima bo'lib chiqqan? Mo'ng'uldek qaram, botur, Xitoydek yiligar. Shundoq bir xalq bo'lib chiqqan, bir qabila bo'lib chiqqan. Bu Xitoylar sal kuchaygandan keyin nega bo'lgan? Jurjitlar. Jurjit deydigan bir qabilalar bor, hozirgi Bejin atrofida. Shularning davlatini besib olgan. Xitoylar. U yerda kuchayib bo'lgandan keyin qolgan Jurjitning do'stlari kelib bularni qo'g'lagandan keyin bular bu yerdan yengilib Nayman xonligiga berib turib olgan. Yerda Nayman xonligiga berib shu yerda turib Nayman xonligining huquqini tortib olib Nayman xonligi bilan Xitoy xonligi, Xitoy xonligi ikkisi bir bo'lib, bir xonlik bo'lib olgan. Endi bu yerda Naymanlar kim? Nayman deganmi Mo'ng'ullarning bir qabilasi. Naymanlar. Endi bu qabila hamda shu Avu Xitoylashgan qabilasi. Mavu Chingizxonga intayin qarshi qabila. Bu Chingizxon qonuniga qarshi.
Şunu bilen Çingizxan'dan öçeliş için hiç amal kılanmay berip Çingizxan'ın anısını öldürüydü. Nayman degen kabile. Onu öldürüp etip kaçkandayken Çingizxan bunundan öç almakçı yani. Şundak fırsat izlevatıdı. Demek biz ayar dedik, Karıktay Uygur'un düşmanı, Nayman Çingizxan'ın düşmanı. Endi Karıktayla berip, Nayman Xanlığı berip, onu tatip edip bir devlet oldu. Bu ikisi de boğandan keyin Uygur'un düşmanı mı şu, Mongol'un düşmanı mı şu? Düşman bir yer geldi. İttifak, ma ikisi bir ittifak oldu. Endi bular şunun karşı hücum başlaydı. Endi Karıktay deganimiz bular şu Nayman Xanlığının hukukunu tatip edip yani Karıktay Xanlığı deydi. Karıktay degan G'arbdagi Xitoylar degan. Qari degan G'arb degan. G'arbdagi Xitoylar degan G'arbiy Xitoy Xanlığı'da bir devlet kurdu. Bu devleti nerede kurdu? Nemede? Emil'de kurdu. Emil'de kurgan vaqtda bu abiyan dedi, bu şundak hilgar. Bu uyayı kurgandan keyin şu Qarıxanilarning nemisiga biz Qarıxanilar Xitoylari deb biz e'lon qildik. Uyg'urlarning islom dini deganni shundoq yaxshi biladi. Butunlay islom qoidasi bo'yicha ish qiladi. Shundoq qilib nemiga bular Turpan Ediqut xonligidan yo'l so'raydi. Bular Uyg'ur qoidasi bo'yicha bu Qarıxanilar musulmonlarning qoidasi bo'yicha ish qilib, Alloh bilan yaqinlashdi. Yaqinlashib kelib, buddizmga ishongan Uyg'urlar bilanmi yaxshi o'tdi. Bu buddizm qoidasi bo'yicha Ediqut xonligining qoidasi bo'yicha shu 400 qo'yni qurbonlik qilib, oq atni qurbonlik qilib, mana bir zarohatni o'tkazib, Ediqut xonligiga xabar yo'llaydi. Biz sizlar bilan do'st bo'lamiz. Bizga hech nima kerak emas. Biz Arablarning beakildigan hujumini to'saymiz. Chunki bu Ediqut xonligi Arablarning hujumini to'sashga sezgur. İslam kildiği emasmi? Bular Buddist. Şu Arablarni to'sash uchun sizning shu davlatingizdan mangdigan yo'l bersini degan ekan Ediqut xonligi uning yo'l berdi. Demak, Turpan xonligining yo'li bilan qarasa qoida usullarni shunday yaxshi bilgan, u berib Qarıqda nima? Qarıxanilar tarafga berib, yerda turdi. Qarıxanilarning Uyg'ur islom madaniyatining qoidalarini shunday yaxshi bilgan. Bular shu 1-2 yil ichida Uyg'ur tili deganni bolalari shunday yaxshi o'rganib ketgan. Urf-odatlarni o'rganib ketgan. Shuning bilan bu Qarıxanilarning yerda bu Qarıxanilarda nihoyatda bu Mo'ng'ullarga o'xshash botur, rost so'zlaydigan, unda hiyla deganni ancha bak ishlatmaydigan davlat bu. Bular endi Mo'ng'uldek qaram, Xitoydek ilgari bo'lgan ekan, ayada bu hiyla ishlatib, oxirida o'zini Qarıxanilar Xitoylari biz deganiki ular bo'ladi, sen bizga puhra olsang bo'l deb ularni qabul qildi. Shuning bilan bular o'ynardi bor, yeridi bor, bilan urushlardi bor. U davlat bu davlat bilan bo'lgan munosabatlarni butun shu 36 yili bo'yicha ish qilib Qarıxanilarga yiqib ketdi. Shuning bilan bu Qarıxanilarning butun shaharlariga tarayli bo'ldi.
taraf berip şehirde şu şehirlerini kontrol kıldı. Bu eğer bağandakin biz Müslüman dep turup şu Karhanilarning Uyghur İslam medeniyetinin peyini kırkıdığan en yaman işlerini şu kılıp özara bir-biriga ziddiyetsep ichki urushni shartlaydi. Yut bilan majutni, mani bilan mani bütün shu jidallarni o'sha qariqtaylar taraydi. Shuning bilan bu Qarixanilarning buni kuchi yetmaydi. Buni yo'qotadigan faqat kuchi yo'q shunda turgan vaqtda bu Idqut Uyg'ur xonligi Qarixanilarmi Uyg'ur bo'lgandan keyin uning dini o'xshash bo'lmasimi, mening biz bir Uyg'ur deb qarab bularga yordam berish kerakmish. Qariqtayni yo'qotmasak bo'lmaydi. Bular hozir tushunmayapti. Bu Mo'g'ulning dushmani, bizning dushmanimiz ashni yo'qotamiz deb Chingizxon bilan birlikda armiya qurib, Qariqtaylarni yo'qotishga boshlaydi. Bu endi Chingizxonning dushmani, buning dushmani. O vaqtda Chingizxon ko'p askarlardan keldi. 300 mingdan askar keldi. Bu Idqut xonligida nüfusmu anchalik jiq emas. 10 ming askar bilan janubdan chiqdi. Chingizxon sharqdan keldi. Shuning bilan Qariqtayga qarshi hujum boshlandi. 1232-yili bo'ldi. Yani şu Qariqtaylarga qarshi hujum boshlaydi. Şu hujum boshlab, bağ'anligi joyda o Chingizxon askarlari, Chingizxonning 5 o'g'li Abiyam deb o'tdik, urug' tuqqan bo'lishganda buning 4 o'g'li birga kelgan. Chag'atay, O'ktay, Sobuniyan, anikin yeni bir o'g'li bar chiqardi ekan. Bu yosh. Chingizxon shu vaqtda 70-80 yoshda. O cho'ng. Bu bar chiqardi ekanni 5-o'g'lim deb e'lon qildi shu Mong'oliyada, shu yasoq qonun tuzgan vaqtda. Ben hozir dushmanga urushga otilamiz biz. Dushmanni yo'qotib bo'lib qaytib kelgan vaqtda o'sha bar chiqardi ekanga mening qizim Ala Oltunni yotiq qilaman, to'yini shu yayloqda qilamiz deb bütün Moğol xalqiga jakarlaydi. Mening 5-o'g'lim bu deb ataydi. Shuningdan tortib Chingizxonning 5 o'g'li birisi bar chiqardi ekan. Bular mushunda yaqin do'stlardan ham tuqqanlardan bular Qariqtaylarni 70 yil vaqt ichida hech nimani qo'ymay tozalab tugitdi. Her bir şehrini tazlagan vaqtda ularni qo'ymay tozlaydi. Chunki Chingizxonning yomon bek qattiq o'chi bor bo'ladi. Shu qiriblar. Shuning bilan bu Qariqtay qochdi. Qochgandan keyin bir xil qo'shin tashkillaydi. Chingizxon bar chiqardi ekan, ikkisi, birisi qo'mondan, bar chiqardi ekan, muavin qo'mondan. Bütün harbiy parol, buyruq hammasi Uyg'ur tilida, Uyg'ur yozig'ida. Shuning bilan bu qochoqlarni qo'g'laydi. Bu qochoq qaysi yurtga borgan bo'lsa, shu qochoq kirganligi yurtning hammasini bo'ysundirdi. Shunday qilib Yevropaga bordi. Bu xil qo'shin bir 10 mingdak odam bor. Bularning quroli shunday xil. O Avrupa'da ondan kuralını görüp bakmadı ekan. O qanday kural? Uyg'ur zambiriki. Kichik zambirik. Atqa atıp mağdıgan. Bir yer qo'yib to'ng'ida assa, shu ishiklarni, shu binolar olsa binoning nemalarini buzuydi ekan. Endiki dushmanning yeniga assa, bir is chiqiradigan bir o'qini assa, o dushmanning ko'zi hech kim ko'rmaydigan qo'ydi ekan. Chingizxonlar at bilan berib kallasini yaptılar. Bulağı karşı turalaydigan, bunu yengelaydigan hech qanday bir chiqmaydi. Demek, şu Moğol yaylaqlardan tortib Yevropachilik bağ'anlik joyda, Qariqtay kirib olganlik joyda shu yurtni ishg'ol qilib, bo'ysundirib,
Çingizхан dünyаны aldı degan namga ega bo'ldi. O'sha namni ega bo'lganda Çingizхан qo'mondan barcha qartirkin muavin qo'mondan. İkisi teng qo'mondanlik qilgan. Urushni teng. Endi hozir Çingizxonni dag'naydi, Uyg'urning gapi yo'q. Bu nima? Bu Xitoy bilan urush, Uyg'urlarni bu bundan yiroqlashtirish. Yo'q buningda. Çingizxonni maqtaydi Uyg'ur. Amaliyotda Çingizxon bayaning hammasi Uyg'ur bor. Barcha turkim bor. Shu oladigan yerlarning hammini elib, qaytib kelib, Tangutlarni yengib, Çinxaydagi Tuyg'unlarni yengib, hamma ish tugagandan keyin, bu ash Qariqday bağ'anligi joy, o'zi bo'ysundirgandagi joylarning hammasini Çingizxon 5 o'g'liga suyurg'al qilib berdi. O'sha Borchiqar tekinga o'zining turpan va shuningga shu iligichilik nurg'un joyni shuning suyurg'al qildi. Chag'atayga bir bilik ya'ni mana Qarxonlar boya Qashqar yerlarni. Yana birisiga, yana bir ya'ni Oktayga shunda qildi. Yana bir o'g'li shu mezgilda Xitoyga Sadichinning ishiga hujum qilib Mo'ng'ul imperiyasi qurdi. Qublay. Shu vaqtda butun Xitoy Mo'ng'ulga qul bo'ldi. Bu Qublayxon qurgan Mo'ng'ul imperiyasining shaharlarni saqlaydigan askarlari, qo'mondonlari Uyg'ur. Masalan, Xunan degan shu sharq janub tarafdagi shaharlarni saqlaydigan askarlari hammasi Uyg'ur. Jambozan deganlar, Jan deganlar. Qublayxonning poytaxtini Uyg'ur loyilab shu sog'izdi. Bizim Junanxayni oldi bilan loyilagan adam shu Axtariddin. Uni endi Chotir mahkamasi deydi ekan, uy idorasi degan gap. Shu Axtariddin shu Mo'ng'ul imperiyasining uy idorasining boshlig'i. Bütün shu poytaxt qurilishida shu loyilagan, shu sog'izgan. Mo'ng'ul imperiyasining shu organlarida sab Uyg'urlar amal tutgan. Harbiy amal tutgan, ma'mur amal tutgan. O vaqtda Mo'ng'ul imperiyasida xon millatdan qolsa rangli ko'zva millat. Ama shu Uyg'urlar ko'zi qo'ng'ir emas, bularning o'xshamaydi. Bu nima degan? Xitoy degan, ona shu Qatay degan shu. Ularning ismini Qatay deydi. Xitoy degan shu. Mo'ng'ul davrida shularning ismi Qatay deydi. Janubdagi Qataylar deb ataydi uni. Shu qul endi. Bunun cho'ng o'rni yo'q. Mana Muşu Uyg'urlar nemish qildi desa, Mo'ng'ullar bilan ittifoq tuzib, bütün Yevropachilik Qariqtaylarni qo'g'lab, bütün Qariqtayni yo'qotib, uni tugitdi. Sadichinning ichida bir Mo'ng'ul imperiyasi qurdi. Uyg'ur bilan Mo'ng'ul birlikda so'raydi. Mana bu Osmanlı şu vaqtchilik nemish qilgan, shu qilgan davrida Uyg'urlar ma'ni qildi. Endi shu mezgillarda Qariqtay xonligini, Qariqtaylarni yo'qotqili, Uyg'urlar bilan birga urushga kirgan o'sha Mo'ng'ullar, o jiq adamdi. Çingizxonning adamlari hammasi Uyg'urlashdi. Ularda bir Mo'ng'ul nemisi yo'q. Chunki ularning qonunida balachig'idan tortib Uyg'ur tili o'rganish emasmi? Bolalarga Uyg'ur, cho'nglarga hammasi
Uyg'urib ketdi. To'liq Temirxonmi islomga Mevlana Erish'den onu Müslüman kılıp, hemisi kiyim kiçigi Uygur, tili Uygur, dini Uygur, Müslümanlaşıp ketdi. Şuna 1500 nechinchi yili yozilgan Tarix Rashidi degan kitobda shuna yozilgan. Nayt meşhur Moğol xonlari bo'lgan. Hozir ularning millatidan, tilidan, hech nimasidan asar yo'q. Biz ularning shu saltanatli kunlarini eslash uchun Tarix Rashidi deganni yozib qo'ydik deb yozgan. Ash kitobda shu. Demak, Moğollardan bir Moğol milletining izi qolmagan. Vaqtda Moğol so'rida nima, Uyg'ur so'rida nima? Hammasi bir. Sinab ketgan. Moğollardan eng oxirida musulmon bo'lmay qilib qolganlari nayt az. Qalmoqlar degan shu. Bu qalmoq degan hozirgi ichki Moğoliya doirasida xalmik deydigan, o'zlari xalmik deydi. Shuni qalmoq deb bizning tilimizga qalmoq deb kirgan bu til. Shular endi musulmon bo'lmaganlar, ichki Moğoliyada qilib qolganlar. Andikin shu bizning yurtimizga kelib musulmon bo'lmay qilib qolgan uyratlar bor. Cho'chak atrofida. Jungarlar bor. İlivadisida. Sanayt az. Jungarlarni manjurlar yo'q etdi, tugide. Uyratlar eng oxirida u qilib qilib nima qildi desa, bu biz hammamiz osmonasiya bo'lib tugaydigan o'xshaymiz. Shuni qanday qilib to'saymiz deb ikki tadbir qo'llanadi. Birisi ichki Mo'ng'oliyadagi qalmoqlar bilan muomala qilib, shular bilan birlashish. Yana birisi Dalay Lama'ning oldiga berib, Lama dinini qabul qilib, o'zimizning millatimizni saqlab qolaydi. Islom bizni osmonasiya qilib bo'lgan bo'ldi deb, Lama dinini qabul qilib, ayada ugunib keladi. G'oldan degan birisini yaxshi o'qigan ekan, Dalay Lama, shu vaqtdagi Dalay Lama uni Jungarlarning xoni deb fatvo chiqarib turdi. Shuni bilan u kelib xon bo'ldi. Xon bo'lgandan keyin Moğollarning assimilyatsiya bo'lmasligi uchun tadbir qo'llanadi bu. Qanday tadbir? Birisi qalmoqlar bilan birlashish, yana birisi mayadagi Uyg'urlarning kuchli qabilalarining birasiga sal o'zini ko'rsatib qo'yish. Shu vaqtda Apaxo'ji buning o'tirsida ziddiyat o'ynab, oxir Yakan xonligiga qarshi azroq urush bo'lgan. Demak, shu qalmoqlardan musulmon bo'lmay qolib qolgan azroq qalmoqlar. Shu Mo'ng'ullar ashular. Qolganlari hammasi Uyg'ur bilan hech qanday farqi yo'q. Uyg'ur bilan urug' tuqqan, Uyg'ur bilan do'st. Mayadikilarni keyingi davrlarda Mo'g'ul deydigan bo'ldi. Hindistonga borganlarini Mo'g'ul deydigan bo'ldi. Bular hammasi Mo'g'ul. Yani bu Osmanlı'da taraqqi qilgan vaqtda Uyg'urlar nima ish qilgan? Uyg'urlar mush ishni qilgan. Qariqtayni yo'qotgan, Yevropaga borgan, Sadichinning ishini so'rgan, Mo'g'ul bilan birlashib, mushu qilgan ishi. Endi bu vaqtda bu ikkisining o'rtasida munosabat bormi yo'qmi? Biz ma'lum qarab boqaylik. 16-17 asrlarda Osman imperiyasi doirasida İstanbulda cho'ng ofat, tabiiy ofat yuz berdi. O't ketadi, ne chiqadi. Bu iqtisodga ziyonda. 1569 yılı bir ot afti bo'ldi. 1622 yılı bir ot afti bo'ldi.
Ondan keyin bir cho'ng yatavrash bo'ldi. Yana bir qatim o't apti bo'ldi. Demak, shunda bir necha qatim nima qilgan vaqtda Osmanlılar Vengriyadan chekinadi. Demak, umidsizlik o'chirdi degan gap. O'zining yurtlarida shunda bo'lgandan keyin ular chekingan. Hem o'sha davrda Osmanlılar o'zining yeridan keyingi chekingan vaqtda Rusiya Osmaniyaga qarshi, Osmanlılarga qarshi urush qo'zg'aydi. Shuning bilan Char podshosi bilan bular bir kelishim tuzdi. Urush qilishmaslik, tinch o'tish. Tinch o'tish kelishimi tuzilgandan keyin Rusiya ash kelishimdan foydalanib Türkistan zeminiga hücum qildi. Demak, hozirgi 5 respublika ashlarga hücum qilib, O'zbekistondagi Xiva ashlarni oldi bilan egallab oldi. Mana bu Rusiya shu vaqtda Turkmeniga hücum qilgan. Andiki uzun o'tmay Mo'ng'ullar, nima? Manjurlar Moğol imperiyasi tugidi, Manjur oldu. Manjur imperiyasi Sharq Turkistonga bizga hücum qildi. Bu shunday bo'lgan. Shu demak, Osmanlılar umidsizlik uchirgan vaqtda Rusiya bilan Xitoy Manjur bizga hücum qilgan. Ular umidsizlik uchirmagan, g'alaba qilgan vaqtda bizni g'alaba qilgan. Bu yerda bir seliştirdiğin mundaq bir işler var. 1860 yıllarda Osmaniye'de Abdülaziz Han devri yetip geldi. Bu devrede Osmanlılar Kaid'den kat götürüldüğün bir devir. Yani muş vakitte 1865 yılı Yakup Bey Kaşgar'ın işgal oldu. Demek, o kuştakka vakitte Meyede Rusiyanın hücumu uçurab, zahmelengen Uygurlar Kaid'den kötürülüp Kaşgar'a geldi. Yakup Bey şu vaqtda Abdülaziz Han qo'llagan odam. Münasebet var. Bu nima Yakup Bey o'zining davlatini badavlat deb ataydi. Bana Allah bergan bir davlat bu deb ataydi. O'zini Osmaniyaga tava ishganligini jakarlaydi. Shuning bilan davlatini keyin bu Sharq Turkiston deb ataydi. Shu Abdülaziz Han bu Yakup Bekni Mirakul başı, yani emir deb ataydi. Harbiy meslekçiler evatida Abdülaziz Han namida pul besilib taqildi. Demek mablag' soldi degan gapda. Nurg'un qurol berdi. Bu hamda bu Osmanlılar toza kuchaygan vaqtda bizga yordam qilgan, bizni kuchaygan. Undan keyin yani Osmanlı'da çekiniş buldu, jim buldu, beyamo jim bulup nemi bilen sen nem buldu, az kaldı. Hem de şundan keyin 1877 yılı Abdülhamid Han devri yetib kelgan vaqtda Qashqarda Abdülhamid Han degan nomda mis pul taqildi. Oltin tenge taqildi. Demek nemiz mablag' soldi degan gap. Ham shu vaqtda endi qaraydigan bo'lsak, Osmanlılar kuchaygan vaqtda ashuning bizga eng cho'ng yordami bo'lgan Abdülaziz Han bilan Abdülhamid Han. Bu Abdülhamid Han devri nəhayət qısqa olub qaldı.
O devirde Çarosiya'nın hücumu, Mancurlarning hücumu bo'lgan devirmiş o. Shuning bilan bizning ishimiz keyinga surildi. Anikin 1922 yılı Mustafa Kemal bütün chet elliklarni qo'llab chiqarib, bizi demokratik davlat qurdi. Dastlab biz bilan aloqa qilishga jiq tirishgan, ammo aloqa shu vaqtda o'rnatmagan. Endi gapimizni yig'ib kelsak, Osmanlılar kuchaygan vaqtda Uyg'urlarmi kuchaygan. Osmanlılarga ziyon yetgan vaqtda Uyg'urlarga ziyon yetgan. Bu ikkisining o'rtasida bog'lanish bor. Bizning eng ishonchlik Türkiye tillik bizning do'stimiz, qarindishimiz Türkler. Endi vaqt e'tibori bilan gapimizni mashayishlik to'xtatdi. Ko'rganlarning vaqtiga rahmat. Rahmat Qur'onga shuncha vaqtlaringizni chiqarib, tayyorlik qilish uchun jiq vaqt ketadi. Siz bir qancha kitoblarni yozib chiqqan, endi biz o'qituvchi bo'lgan odam bilamiz. Kishilar haqlarning oldida 5 minut so'zlashning uchun nurg'un vaqt ketadi. Sizning tortgan jafolaringizga shunday rahmat aytamiz. Endi shu to'rlar orqali bir ikki savolni endi bir kelib qoldi. Ya bak so'rab ketgan savollar. Siz abay amaliyotda shu gaplarni dedingiz. Masalan, burun qadimgi Uyg'urlarning tarihlaridan boshlab siz asta-asta yaqinlashyapsizda. Endi shu to'rdik ba'zida nurg'un ayrim bilimlarni selib shu hozirgi ahvollar qanday kelmaydi. Men bular siz bilan o'tgan paranglashdim. Asta-asta tarixdan boshlab endi hozirgi kelmaydi degan javobni siz berdingiz. Abay mana Yaqub Bekninkiga keldingiz. Jahongir deymiz. Endi shuning o'xshash o'z vaqtimiz biz kitaplarda o'qiganda bularni Jahongir desa eskida Yaqub Bek desa bir tajovuzchi deydigan gaplarni to'liq anglabdik. Endi u amaliyotda yolg'on gaplar ekan bu. Endi shu bo'layotgan talablar shu. Endi shu tarixlarni bir so'zlab bersangiz degan savollar kelgan. Uning sizning tayyorligingiz bor. Shuning uchun bu suhbatimiz to'xtamay davomlashadi. Agar sizning vaqtingiz bo'lsa, u bir. Endi yana birsi ba'zileri bir yerde şu bana rahmet etmişirdi bu işler to'g'riliq. Bu bana men meni qo'llayotgan endiki shu tarim guruhdek shu bir nimalar bor. O'zligidan shu ishlarda yordam deyotdi, endi mishaydi bo'layotgan shu o'rinlashtirishlarni nurg'un ishlar ketadi bunga. Mush ishlarni qilib boqqan odamlar biladi. Ularga shu ayrim rahmatimizni bildiramiz. Bu ishlar endi bu qilayotgan bu ishimiz men şahsen özüm nispeten bir terbiye evatıma, yani körülmenlerimi şu cihetin terbiye evatıdı dep qarayman. Endi bu yerda yana bir narsani eskartib qo'yay, bizning bu tarım guruhini o'rinlashtirayotgan ishlar faqatla tarix bilan taqishib qolmaydi. Bizning Uyg'urlarning madaniyatimiz, bizningki örf odatlarimiz, yemek içmeklerimiz, endin shu fan texnik sohadagi mushtaq nam chiqargan Uyg'urlarni biz taklif qilib ayrim bu suhbatdan o'tkazimiz. Ularni hozir mushundaq kelib o'zlarining bilimini jamoatga ko'rmanlarga yetkazish ularni taqozo. Vaqt kelganda ularni boshlaymiz. Rahmat Qur'onga vaqtingizni oldik. Rahmat ko'rmanlar hammanglarga. Yana so'zlasak bo'ladi, lekin vaqtni munosabati bilan mishaga cho'p qoldi. Bugun sal nimalar bo'lib qoldi. Sizga rahmat. Endi siz bu suhbatni uyushtirdingiz. Shuning uchun sizga rahmat. Siz uyushtirmasangiz bu suhbatning bo'lmaydi. Endi yoshlar bor. Shunchalik gap. Yoshlar davomlashtirdi. Alloh bergan rahmat. Rahmat.